Bizni videomizga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga YouTube'dagi videolaringizga ajoyib previewlarni qo'shishni aytaman. Xo'sh, bizga preview nima uchun kerak? Ya'ni biz YouTube'da yurganimizda YouTube'dagi kanallar videosida turadigan rasmlar bu preview deyiladi. Xo'sh, unda bizga qani go. Biza qo'yishimiz uchun bizga YouTube kerak va to'g'ri kerak. YouTube'ni o'zidan qilsa ham bo'ladi, to'g'ri uncha ham zarur emas. Lekin to'g'ri sizlarga xo'sh, o'zining sovunlarini, ya'ni sizning videongiz ko'p rasmlasa, sizga dasturchilar beradi. Xo'sh, biz qanday qilamiz? Ya'ni YouTube'ga kiramiz. Xo'sh, YouTube'da kirganimizda, masalan, biz mana shunday videolarimiz bor. Va mana videolarimiz yonida turgan 3 ta nuqtani bosamiz. Bu yerdan izminitini bosamiz. Qalamchani. Xo'sh, sizga bunday qilib yuklanadi. O'zimning internetim uncha yo'q mana. Xo'sh, qarang, endi mana bu yerda mana bu qalamchani bosamiz. Qalamchani bosamizda videoning davomidagi rasmlar va ana bu degan ustiga bosdiga galereyamizga lekin degan joy bor. Sizlarning galereyasiga kirishidan oldin sizlar YouTube kanallaringizni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Ya'ni unga YouTube kanalingizga raqamlar berishingiz kerak. O'z raqamingizni kiritib YouTube tasdiqlagan taqdiringizdagina siz bu yerda YouTube preview qo'ya olasiz. Bo'lmasa hech qanaqa iloji yo'q. Xo'sh, bu vaqtda video qilaymi? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Ammo sizlarga albatta o'zim sizlarga juda ham tushunarli qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh, endi esa ikkinchi usulga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, ikkinchi usuli bu to'g'ri. To'g'ri ham kirganimizda o'zimizda oblonkamiz, ya'ni o'zimiz kanalimiz aytgancha bo'ladi. Bizda hozir bitta obunachi bor, lekin sizlar buni juda tezda 20 ta obunachi ko'tarishimiz kerak. Xo'sh, keyin esa o'zimizni masalan kanalimizdagi videoni ustiga bosamiz. Va bizda yuklanadi va bu yerdan xuddi shunday va mana bu yerda qalamchani bosamiz. Bu yerda ham shunday internet yaxshi. Mana bu xuddi o'sha YouTube ko'rinishdagi platforma, hech qayerda o'zgarmagan, biroz bu yerlar kaltabek qo'ygan. Xo'sh, endi esa biz yana o'sha qalamchani ustiga bosamiz. Va bu yerda yana o'sha videongizni o'zida bo'lgan rasmlar va izminit degan tugmani bossangiz, o'zingizning galereyangizga kirib ketadi. Xo'sh, mendan hozir bu preview qo'yilgan va menga uncha kerak emas. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Men sizlarga zo'r qilib qanday qilib nomga kiritishni tushuntirib beraman. Xo'sh, unday bo'lsa videom shu yerda tugaydi. Barchaga rahmat. Albatta YouTube video preview qo'yganingizdan keyin sahlanib qilib chiqib ketishingiz kerak. Va video turadi. Xullas bo'ldi, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Barchaga videoni ko'rganingiz uchun barchaga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Albatta men sizlarga o'zimizda reklama tizimimizda emas, xo'sh, biz sifat tarzda preview yasab beramiz. Preview va YouTube uchun banner avatarka va avatarkalar ham yasab beramiz. Juda ajoyib narxlarda. Kommentariyada silka bor. Bu Telegram kanal silkasi. Bu yerga albatta o'tib Telegram kanalimizdan barchasining narxlarini ko'rishingiz mumkin va men bu yerda turli xil effektlarni tashlab boraman. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.